Bu meni va bu yerda turgan barcha odamlar meni Cristiano Ronaldo deb o'ylashyapti. Keyinisi nima bo'lgani sizni hayratga soladi. Oxirgi bir necha oy men dunyodagi eng katta prankni tayyorlayotgan edim va unga ko'ra men Cristiano Ronaldo'li maska kiyib hammani hayratga solaman. Men juda ham Ronaldoni yuziga o'xshaydigan maska tayyorlash uchun $20,000 sarfladim. Xo'sh, nima deysizlar? Endi do'stimning so'zlariga ko'ra, bu prank o'xshamaydi. Yo'q, qo'lingdan kelmaydi. Xo'sh, bizning maqsadimiz juda ham oddiy. Odamlarga men Ronaldo ekanligimni ishontirish va do'stimga u adashganini isbotlash. Bizning birinchi testimiz restoran bilan. Men bu yerda bir oy oldin joy olib qo'yishga harakat qildim, ammo ular yo'q deb aytdi. Bu shahrimizdagi eng eksklyuziv restoran. Men joy band qilmadim, ammo men Cristianoman. Davomini ko'rish uchun ikkita yo'lingiz bor. Yo'kida hoziroq Telegram kanalimizga kirish, yo'kida ertagacha kutish.